Biz Kosonsoy tumanida joylashgan Qirol va Tursunoyapa xonadonlariga keldik. Ushbu xonadon Agrobank ACB Kosonsoy tuman filiali tomonidan aholi daromadlarini oshirish maqsadida 10 million so'm tikuv mashinasi uchun kredit olganlar va tikuvchilik yo'nalishi bo'yicha loyiha paket kirgizilgan. Ushbu xonadon egalari hozirgi kunda bir nafarlari o'zlarini ish bilan band qilib, yillik daromadlari 30-40 million so'mni tashkil etadi. Biz Kosonsoy tumanida joylashgan Qirol va Tursunoyapa xonadonlariga keldik. Ushbu xonadon Agrobank ACB Kosonsoy tuman filiali tomonidan aholi daromadlarini oshirish maqsadida 10 million so'm tikuv mashinasi uchun kredit olganlar va tikuvchilik yo'nalishi bo'yicha loyiha paket kirgizilgan. Ushbu xonadon egalari hozirgi kunda bir nafarlari o'zlarini ish bilan band qilib, yillik daromadlari 30-40 million so'mni tashkil etadi.